Telefon. Yürekni titirtib telefon keladi. Qadimiy Hindiston usuli kabi ba'zilar makta shamol e'lonlab. Bu ma'lum o'tgan bir kun. Quyun ichida o'tgan asrdan qolgan telefon ulandi vay degan oddiy bir so'zga. Quyuq sedining g'ulida marg'ul, jin chiroqni gulxon ko'rsatib, ko'rpa ustida bir quchoq choch orasida midirlab turar go'zal bir ayol. Xiyolida suyar ovozni. Telefon bergan tasavvuri kuchlik bir odam telefonda tasvirlamoqda bir to'p jinning qo'shin tortib o'tganligini. Yurakni titirtib telefon keladi. Yolqinga tashlandi bir tutam oq yung. U usul ko'makchi, yingni bilan paypoq to'qig'ach, telefonni kutmoqchi mangu. Jiringlatar bir to'p ochqushni, ko'chaklardagi jodugar mushuk. 1993 yil, oktyabr, Beijing.